qarasa Toshkentda millionta qiz. O'shandan nechtasi Shohruxxonni yoqtiradi? Siz farasib ko'ring. Bor o'zingizga yarasha muxlislaringiz bor. Komplekslaringiz asosan sizni qizlardan iborat. Yoqtirgani yoqtiradi-da. Millionta qiz bo'lsa, yoqtirsa kerak, o'sha yoqtirsin. Qachon chiqib qolar? Kamtanlik qilganda, kamtanlik ham manning belgisi hisoblanadi. Kamtanlik. Millionta bo'lsa, Shohruxxonni 5-6 ta yoqtirish mumkin. Mingtasi baribir yoqtiradi. Hamma o'zini kursiga yarasha odami bor. Bo'lgan bo'lsa, biletlar majburiy sotiladigan gap bo'ldi. Shu gap rostmi yoki yolg'on? Biletni majburiy sotishiga o'z umuman qarshiman. Biletlarni masalan bir xil odamlar o'zi olib borib sotib beradi. Kimdan bilet qo'limga ham deyarli tushganim. O'sha taklifnomalarni haqiqatdan odamga tarqatdi. Ko'pchilik yetmay ham qoldi. Xabar bo'lib qolishdi, tushib ham qolishdi. Men bilan bilet sayyot.com bizda o'z ko'pchilik san'atkorlar o'rgan olgan shu narsani eshitib, bitta Shohruxxonni konserti 2 kun bo'lgan konsert mobaynida o'sha qolgan biletlarni majburiy o'tkazishdi degan gap. Kim majburiy olishi? Hozirgi kun kim majburiy bilet olishdi? Hozir hech kim majburlamayapti. Oldin bilmadim, balki bo'lgandir qachon kimlardadir. Hech nima majburlan bilet olmasdim. Olganimda ham tushmasdim agar. Birovning konsertiga ma'mur majburan olasan, oyligingni olib qolaman yoki qarzim bor edi, senga 5000, 10000 mana senga bilet, короче, qutuldi bo'lsa ham bormayman konsertga. Lekin xudo o'xshaydi konsertga. Yaxshi kelishdi. Biz birinchi chiqqanimizda shu birinchi o'sha 2003-yilda chiqqanimizda endi sizga yaxshi tanimasdim, umuman tanimasdim. Chunki san'atga siz birinchi kirib kelganingizda men hali ashula ham yetmagan edim. Kichkina yosh bola edim, ishlab yurardim. O'sha paytda siz bilan tushgan rasmlarimni bor. Ishda turibdi, yosh bola bo'lganman u payt. Bu savol shundan iboratki, gruppa umuman chiqqan paytida men ko'p san'atkorlardan xafa bo'lib qo'yganman. Yoshligingizda san'at bo'yicha qiziqasiz, o'sha san'atkorlardan xafa bo'lib qo'yganman ko'pidan. Sizdan ham shunaqa gaplar kelgan, shu Shohruxxon o'sha birinchi payt chiqib yurgan payt, sifatsiz ashulalar qilib yurgan paytimiz. Keyin işte Shohruxxon gruppa umuman yomon ko'radi. Ko'p joyda gapiradi, ko'p joyda gruppa umuman unaqa bo'lmaydi, sifatsiz, unaqa yomon bo'ladi. Yo'q, mana shunaqa har xil gaplar keladi. Shu gaplar rostmi, shu gaplar rostdan gapirgan. Bu savollar kutildi. Chunki baribir gap kelganda, men işte Shohruxxon mana shunaqa san qiziqarli Shohruxxon, qiziqarli ijodlar. Shohruxxon sandan yomon ko'radi. O'shanda hayron bo'lganman. Nimaga deb o'shanda siz o'zingizga bormoqchi bo'lib, gapirmoqchi bo'lganman, lekin mana vaqt bo'lmagan. Yomon ko'radi emas, yomon ko'radi bu boshqa. Просто men birinchi chiqqaningizda ashulalarni ko'rsingiz, sifati yo'q. Bu narsani men MVDdan kaset bo'ldi-yu, CDdan, yengildan qo'shib nechidir yil oldin. O'shanda aytgan edim men. Mana shunaqa ashulalar oldin mamlaga chiqyapti, hozir ancha yaxshi gap yo'q, shuda endi tanishgan payt. O'shanda gap o'zingizga ham aytganman masalan. Men aytgan joyim ham borki, hurmat qilgan joyim sizlar ummon guruhi hali qidirmadinglar nima edi? Sharoit studiya bo'lish kerak, u qilish kerak, bo'lmadi. Sizlar harakat qildinglar. Nominglar ko'tarildi, chiqdi. Nominglar chiqqandan keyin ham bir ikkita g'alati ashula eshitib qolganimga o'shanda aytganman. Bo'ldi, sizlar shu nominglar chiqdi. Endi sizlar zo'r takor ashulalar beringlar deb aytgandim. Oldingi hozir o'sha bu narsa o'zgarib qancha o'zingizga masalan bu narsalar masalaga sizlarni o'zinglar aniqligingiz bormi? Yo'linglar
istinglar, xohishinglar bor. Bu просто kачественный bo'lgan yaxshilik o'ylayman. Yo'q, u narsani o'zimizdan tan olamiz, chunki u payt to'g'ri sifatsiz bo'lgan. Hozir agar o'sha paytda ishlanaysiz, o'zimiz kulgimiz kerak. Sizdan to'g'ri bermoqchi bo'lgan javobimni ham olib, o'sha Shohruxxon nomzodini yomon ko'radi. Tilinglar shunaqa. Yomon ko'rish Mana oxirgi qo'shiqni o'g'irlanmagan, Chavban. Chavbanbini o'g'irlanmagan, lekin solasi shakildan ashulasiga o'xshab qoldi degan kommentariylarni sayyod.com'ni o'qib qoldim. Keyin haqiqatda shunaqamikin deb eshitib ko'rganimda o'sha notalari, solasi notalari qanaqadir o'xshab qolganini bildim. Bu ashula ulardan olinmagan. Просто как tangoni ham masalan biz ayta olamiz-ku, to'g'ri? O'sha solasini olib ayta olamiz. O'shanga o'xshagan narsa bo'lib qoladi. Lekin birga bir olingan qo'shiqlar yo'q. Ilhomlanib o'sha qo'shiqni eshitib, birga bir qo'shiqlar bor. Instagramda ko'rish paytlarida o'shanda mana bo'ladi-yu, ham o'zi uchun qanaqadir minusni qidirib, minusi borni almashlanib turib aytasiz-ku, o'shanaqa bo'ladi. O'sha paytda. Qo'shiq yo'q, o'g'ilman. Qilmasligiga harakat qilaman-da. Oxir paytda. Qarasam dunyoda ikkita odam qolgan, siz bilan sizni eng yomon ko'radigan odam. Ikkalovida qolgansizlar. Ikkalovida bir-biringizga gapirishingiz kerak. Dunyoda hech kim yo'q sizlardan boshqa. O'sha odamni topib siz birinchi boshlaysizmi yo uni kutasiz? Menimcha, agar eng yomon ko'rgan odam bilan men qolib ketsam dunyoda, Siz ham yomon ko'rasiz, u ham yomon ko'radi. to'g'ri? Masalan, yo'qmi? Ana boradi. Dunyoda shunda boraman-da. Yurgan deyman, kafega olib boraman. O'tiramiz o'shda 1-2 soat. Keyin sahar o'sha til yechilgandan keyin yoqalayman, sen menga yoqmaysan. To'g'ri. Basharang ham yoqmaydi. No, hozir biz ikkalamiz qoldik. Bir-birimizdan oliysanmi, olmaysanmi gaplashishimiz kerak. Tak shu davay yaxshi bo'ldi. Siz birinchi gap boshlaysiz. Endi u gapirmasa men gapiraolaman, zerikib ketaman. Birinchi savolim yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshimi? Xudoga shukr. O'zingiz so'rang. Ko'rishganman xursandman. Yangi ashulalarni eshitamiz. Oxirgi ashulalar. Boy aytgandek, juda yaxshi. Qaysi ekan bularning oxirgi ashulasi siz eshitganingiz? Shuni bilan aytgan ashulalar. Duet. Ha. Ajab. Ha, o'shamidi oxirgi ashulalar? Ha. Endi oxirgi muzikalari, tam kliplari normal kerak. Xullas, to'g'ri. O'zi yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bolalar qalay? Ay, yurishibdi xabar. Qo'yishmanda. To'g'ri. Lek chiroyli qizlar ko'p, to'g'ri? Ha, chiroyli. Munisa Rizayeva bilan aytgan duetingizda "Meniki, seniki, uniki, menga farqi yo'q" degan misralar bilan nima demoqchi edingiz? Juda ham ko'p joylarga tushgan bu savol. Nima demoqchiman bu gapimda? To'g'risini aytsam, u so'zlar menga tegishli emas. Eldor Qayumov so'zlari u. Biz o'sha payt Munis bilan borganimizda shu qo'shiqni qo'yib berganlarida shu qo'shiqning imini shu joyi yoquvdi menga. Bilmayman nimaga, chunki ko'p joyda ko'p qo'shiqlarda rap aytaman, o'sha joyi imini yoquvdi menga. Nima u yozib berursa aytaverasizmi? A u yozib berganmi? Bu ashulada to'g'risini aytsam, aniq ma'no yo'q, yoki tushunasizmi? Tan olasiz? Tan olaman, ma'nosi yo'q-ku ashulani. No endi tansovalniy narsaga prinsip shart emas. Hamma o'zini anaqa hayot, hamma o'zini obrazida ashula aytyapti. Yo'q, qaytaring, bir qizuv. Mana ahamiyat bermang. Buniki deb nima? Meniki, seniki, uniki, menga farqi yo'q. Mashq rostdan ham. Buniki, kimniki, meniki bu o'sha joy bosh. Saniki birgalikda birinchi duet shu.
Aytolma, prosta odamlarga aytolma, duetda aytolma, saniki meniki aytolma. Bu yerda 3ta bola, bitta qiz, to'g'rimi? Savol beraman. Saniki meniki, uniki, buniki, kimniki meniki bu deyman. Saniki meniki birgalikda birinchi duet shu deyman. Sayyod.com. Menimcha bu qo'shiq uncha-bunchaga yoqmasa kerak-ku. Bo'ladi, qo'ldan kelgancha hayot shunaqa-ku deydi. Prosta har bitta insonni o'tda o'ziga yarasha obrazi bor. Klipda ham shu narsa yoritilgan. Biz o'tiramiz, virtualniy oddiy hayotda prosta o'tiramiz. Matrica. Oddiy hayotni o'zgarib qo'yganmiz. Klipda hamma o'zini virtualniy hayotga kirib ketadi. Meniki o'shani. Aytilgan joyi jasib ketadi. Shunaqa demoqchiman deb bu gapimni saniki meniki. Qanaqa dam olasizlar masalan? Qanaqa? Nimadan kayf qilasizlar? Hammanglar endi bir xil kayf qilmasanglar kerak. Kimdir kayf deb qanaqa? Kimdir suzishga boradi, kimdir ko'chaga chiqib qizlar bilan tanishadi, kimdir ashula yozib kayf qiladi. Dam olish. Dam olish, qanaqa dam olasizlar? To'g'ri, hamma har xil dam oladi. Misol uchun, billami, отдельноmi? Yo'q, ko'pincha birga bo'lamiz. Dam olish qanaqa? Mana shu o'zimiz studiyada kelib o'tiramiz. Ko'chaga chiqimiz kelsa, ko'chaga chiqamiz, tog'ga chiqimiz kelsa, tog'ga chiqamiz. Uchalaringlar chiqasizlar toqqa. Farqi yo'q, uchalamiz bo'lsin, uchalamiz. Kimdir o'zi chiqsa keladi, kimdir o'zini. Yo, mana bir xil payt bo'ladimi? Shunaqa bir-biringizdan charchagan paytingizda nima qilasiz? Unaqa paytlar bo'ladi, albatta. Bo'ladi. Misol uchun, men kechqurun ko'chada yurishga yaxshi ko'raman. Qanaqa u kechqurun ko'chada yurish? O'z mashinaga o'tiraman, kechqurun mo'nika qilib qo'yaman. Lekin o'zim chiqaman, soat 12 dan keyin ko'chada hech kim qolmaydi. Mashina ham bo'lmaydi, probka ham bo'lmaydi, odam ham bo'lmaydi. Bemalol o'tirib, yoqtirgan muzikani baland qilib qo'yib, ko'chada aylanib, 1-2 soat uzog'i bilan aylanaman. Magazinlarga kiraman, narsalar sotaman, mashinaga bozor qo'yaman, aylanib, shu bilan uyga kirib ketaman. Shunaqa odatim bor kechasi. Bu farqi yo'q, soat 4dan, lekin 12 dan keyin uyqudan turib ham chiqib ketishim mumkin. Zohid pastda ham kompyuterda o'tiradi kechqurun. Обязательно shu kompyuterda o'tirib, muzika u Zohid shunaqa odamki, u kompyuterda ijod qilmasa, o'shanisi dam olgan bo'ladi. Agar kompyuterdan tursa bo'ldi, u uchun ish qilyapti. Kompyuterda o'tirsa o'sha ijodidan dam oladi. O'ziga yoqqan narsani qilganda odam o'zi dam oladi. Jasuram u ko'proq anaqalarga kirib dam oladi. Internetda ko'proq o'tirish yaxshi. Lekin birga chiqib turamiz, tog'larga chiqamiz, mana ofisga kelib o'tiramiz. O'zingiz bilan kayf qilasiz? Miyamga nima kelsa o'sha narsani qilaman. Jam joylarda o'tirishni yaxshi ko'raman. Menda ham shunaqa bo'ladi. Jimlik bo'ladi-yu, hech kim bezovta qilmasa, bitta o'zi yo'q. Muzika uzoqdan kelib turadigan, turadigan joylar bo'lsa. Kaftagacha. Terang qo'yib qo'yay. Настроение. Lekin baribir maza qiladigan joy baribir o'sha kompyuter oldida. Biz uchun. Jaz bilan, nima, uzoq bilan bir xil ekan. Eng o'zimni yaxshi his qiladigan joy o'sha kompyuter oldi. To'g'risini aytsam, men kinoga birinchi qiziqqanim bo'rilarning kinosi chiqdi. Aslovma. Hammoyim shunaqa kino bo'lgan. Kinosi bo'lgan. O'sha kinoni ko'rib, kinoga ham qiziqishim uyg'ongan-da. O'sha kinoni bolaga kelib o'shanda yoshlar bo'ladi, ichidan chiqadi, to'y 5 yil. Ayta maqtaganman, o'shanda qiziqishim uyg'ongan kinoga. Lekin tushish niyat bor. Lekin hozir emas. Chunki oldin yaxshilar ham karyerani ko'tarib olib, ular baribir bitta joyga
Bitta joyga mehr berasizlar. O'shandan ko'nglingiz to'lgandan keyin Mong guruhida kim ovqat pishiradi? Masalan, bo'ladi-yu shunaqa paytlar ovqat pishiradigan. ha, bo'ladi. Toqqa chiqqanda qachon borib qolsangiz, kim ovqat pishiradi? Sotib olib, nimalardir, anisi boshqa. Baribir qilganiga O'zingizlar boshqa. bolalarning ichida ovqat qiladigan mana shu to'g'ri ham chiqsa, o'zbeklarga chiqsa, men bo'laman o'zi. Savol ham to'g'ri berdi. Ko'p joylarga chiqsa, endi nima desa bo'ladi, ovqat men ko'p ovqat qilishni bilmayman, ovqat qilishni bilishga ovqat fantaziya kerak. Qanaqa nimaga qayerda nima solish, qayerda nimani qo'yish. Ko'p joyda qilaman, shu to'g'riga chiqqanda ham asosan menga buyurib qo'yishadi. Shef qilib qo'yishadi, mana safkadan kiygizib qo'yadi. Ko'p joyda men o'zim qilib beraman. Qanaqa ovqat? Bu ovqat. Bu ovqat? Ya'ni bu emas, men o'zimizdan hadov ovqatlar. Toqqa chiqqanda nima qilasiz? Qozon to'q qilasiz, dimlama qilasiz, sho'rva qilasiz. To'g'ri ketding nimaga? Bizlarda toqqa chiqsa izzat pishiradi ovqat. Toqqa chiqmasa ham izzat pishiradi, chunki yorib ovqat pishirish. Tog'ga chiqqanmiz, to'g'ri sho'rva qildi, sho'rva. Sho'rvani qancha qaynash, oluvni baland qo'yib, bo'ldi, endi oluv tushunmayman oluvni qilishni. Qaynab biz tepaga chiqib ketdi, esdan chiqib, qozonni manimcha qolibdi sho'rva. Bitta qozon to'lib. Lekin bir 4 kosa chiqqan, shunaqa shirin sho'rva chiqqan. O'shanda bilganman, sho'rva qancha ko'p qaynasa, shuncha shirin chiqishi. O'shanda to'ng'isdan bilib o'rganman. Shu menga buyurib qo'yishadi, o'zim karonani olaman. Ovqatdan. Qilib beramiz, xudo xohlasa chiqsa, xohlasa. Bo'ldi, qachon chiqamiz? Farqi yo'q. Baho berasiz. Biz toqqa ketamiz. Hammamiz. Onasiga ketdi. Ummon guruhi ish olmoqda. sayyod.com Ili keyingi reportaj o'shdan bo'ladimi? Oy chiqdi. bo'ldi, voy biza bu konkret bu, voy jon deb-ku. Eng qiziq narsalar o'zi shu yerda bo'ladi-yu. Siz bob joyda chaqirishga. Отдельный joylar qo'yish kerak lekin. Tepadan ko'rib o'tirdim. Yana savol. Kerak emas, qolgan bolalar. Shohruh bilan Shohruh bo'lyapti-da. Kelamiz. Da. Zo'r bo'lardi. Konkret ishkal bo'lardi kelganda. Hozir qaysi bolani qidirdingiz? Izzatdimi? Adam. Ana keldilar. Sizlarga aytsa bo'ladi, u kishi aytsa. Tezroq qutulib keta qoling. Настроением zo'r. Nashkal qiladi. Lekin to'g'ri tushunardim men. Agar uni ish shunaqa bo'lsa, ras o'shanaqa narsa talab qilayotgan bo'lsa, men to'g'ri tushunardim. Tabriklayman. Inventivni olganinglar bilan. Rahmat. Harakat qilishinglar. Oldim. Hammasiga ber. Hammasiga kelgingiz. Kim kimni yaxshi ko'radi, kim qanaqa ovqat pishiradi, hammasi. Yalla. Yalladek ijod qiladimi? Men qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Bering. Jonga ketdingiz. Bera qoling tezroq. Qachon savol berasiz? Ashini kiyib kelmoqchi ekan. Hayolim ketdi-da. Ashini kiyib oling. Mayli, o'sha bola kiyib qo'ya qolsa, men kiyib qo'ya qoling dedim. Men bilmadim shu. Menga sotgan odam bitta bu ko'ylak. Shimolim bilsam, bitta dedi. O'ris bola ishlaydi.
Oybek qatta nima u? Oybek. Oybek, kuru borur, gostinitsa borur. Yetish kerak-da. Mana. Oling. Boshqalarni olib qo'ying. Yaxshi. San'atda necha yoshgacha? Masalan. Qo'moq. San'atdami? Jonga tegmaguncha. Sayyod